Ikkinchi sovg'amizni ham berdik. Shunday. Mijozimizga. Mana endi hozir xudo xolasa 3-mijozimizni ham topsak, bansani oldidan olamizmi endi? 3-mijozni qayerdan ushlaymiz? O'sha Baxt Raddomini oldiga borib turaylik. O'sha yerdan chiqqan buyurtmani orqasidan kuzatamiz va o'sha sovg'ani yetkazamiz. Lekin bu Bobirjon, bu sovg'a aslida hech narsa emas. Bu arzimagan sovg'a demoqchiman. Lekin bitta yaxshi tomoni o'sha mijozlarimizni ozgina bo'lsa ham nimadandir rag'batlantirish. Va o'sha ozgina bo'lsa ham o'zi sevimli taksidan foydalanganlari uchun e'tibor. To'g'ri. Bu safar kichikroq sovg'a berayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin xudo xolasa hali oldinda bundan katta mukofotlar, sovrinlar, o'sha bonuslar beramiz mijozlarimiz uchun. O'tgan yillari mana ko'pchilikning xabari bor. Hattoki skuterlar sovg'a qilganmiz. Elektron. Yangi yilda o'sha sevimli taksi 13.51da kim buyurtma bergan bo'lsa, ko'p to'g'rirog'i. Kechirasizlar, kim ko'p buyurtma bergan bo'lsa, eng ko'p bizni taksimizdan foydalangan mijozimizga skuter sovg'a qilganmiz. 4,5 millionlik skuter. Xudo xolasa hali mijozlarimizga bonuslarimiz juda ko'p. To'g'ri. Mijozlarga shuni bildirib qolaman, sevimli taksi kompaniyasidan ko'proq foydalaninglar va katta sovg'ali va qimmatbaho sovg'alardan ega bo'lib qolinglar. Hurmatli obunachilar, yana bitta haydovchimizni orqasidan izidan tushdik. Qaysi tomonga bordi? Chapga. Chapga ketdimi? Ha, chapga ketdi. Mana ketyapti, yetib olamizmi? Yetib. O'ting. Hozir tez haydab xudo xolasa orqasidan yetib olamiz degan niyatdamiz. Xudo xolasa o'ngga burilamayapti. Yangi uchastkalarga. O'ngga. Yangi uchastkalarga qarab ketyapti mijozimiz. Orqasida. Bobirjon ozgina qoldi, yetib oldik. Mana xudo xolasa. O'sha uchinchi sovg'amizni egasiga topshiramiz. Chap tomonga qarab qayrilib ketdi. Bu uchinchi mijozimizga oldik. Xolasa. Assalomu alaykum. Bir daqiqaga mumkinmi? Charchamayapsizmi? Qo'lga tushib qoldingiz deydi-ku, kameraga tushib qoldingiz. Charchamayapsizmi? Xonadonlar tinchmi? Biz sevimli taksidan foydalanib turar ekansiz. Shunga ozgina bonusimiz bor deb. Ko'p foydalanadi. Menga ham chiqqan bu klient. Assalomu alaykum. Ro'zg'orga sovg'amiz. Kompaniyamiz nomidan. Ishlang. Chin yurakdan qabul qilasiz. Rahmat. Bizni taksimizdan foydalanganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Mana haydovchimiz bilan ham kelishib olgan joyimiz yo'q. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Siz bilan gaplashib kelishmaganmiz. Mana orqangizdan hozir quvib kelib mijozimizga atagan bonusimiz bor edi. Shu bonusimizni topshirib qo'ydik-da. Charchamay ishlayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr, sog' bo'ling. Aka, katta rahmat. Sog' bo'ling. Tez foydalanib turinglar, charchamang.